Ahırkı leksiyemiz hürmetlik vatandaş. Amerika Cumhuriyeti'nin Cenubi Deniz takım aralırdık, raketalarını çekindirip çıkıp gitişik haydakçılık kıldı. Beijing pisand kılmadı. Mavzulu haber 11. ayının 10. günü Fransiya Halkara Radyosu'ndan Xitaylı torbeti ilan kılındı. Haber mundak başladı. Amerika Cumhuriyeti devletinin soğudu uruşı ciddilişi vatkan bir peytte. Endi Prezident Trump bilan Xi Jinping Argentinada 20 davlat başliqlari yig'ini mezgilida ko'rishadigan strategik suhbat elib boradigan ko'p mavzular bo'yicha tig'ma-tig' elishadigan bo'ldi. Ba'zi obzorlarda bunday ko'rsatildi. Jungo Amerika ikki davlat suhbat qurishimi, lekin har ikki taraf hargiz bir-biriga yo'l qo'ymaydi. Bunun içinde cümleden Amerika birinci olup Cumhur'un Cenubi Deniz takım aralarındaki raketa eslahelerini çekindirip çıkıp gitişke aydakçılık kılır. Lekin Beijing bunun pisand kılmadı. Amerika Cumhur yukarı dereceliklerin ikinci katımlık diplomatiya ve bexaterlik söhbetinden keyin Amerika Cumhur tarafından Cenubi Deniz takım aralarını orlaştırgan raketalarını çekindirip çıkıp gitişini talep kıldı. Bu Amerika tarafından tunji qatım Janubi Jungo deniz meselesinde Jungo tarafı mundaq talabni o'ttirga qo'yishi edi. Janubi Jungo deniz meselesinde Amerika Davlat Mahkemesi bayonotida mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo tarafından Janubi deniz talash tartish bo'layotgan aslahalar va raketa sistemalarini chekindirib chiqib ketishiga murojaat qildi. Hamda barliq davlatlarning majburlash, qo'rqitish orqali masala hal qilishni saqlanishini murojaat qildi. Xabarda bunday ko'rsatildi. Bu qatimqi diplomatiya va bexatarlik suhbatidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Amerikaning Jungo Janubiy dengizni keng ko'lamli ko'kamila qilib kechiringlar, vaziyat yoritayotganligi, diqqat qilayotganligini bildirib o'tdi. Agar yana bir mavzu Jungo Amerika o'rtasida urush portlaydigan bo'lsa, Rossiya cho'qim Amerika tarafda turadi. Mavzuli xabar 11. ayning 9. kuni xalqaro kuzatgich to'g'ri e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya Regionom agentligi 11. ayning 9. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Rossiya Madaniyat Universiteti Xalqaro munosabatlar va diplomatiya tadqiqot ishxonasining mudiri Nikolay Pilatoshkin mundaq hisobladi. Agar Amerika Jungo o'rtasida to'qinish o'rlaydigan bo'lsa, Rossiya cho'qim Amerika tarafda turdi. Chunki Beijing Rossiyaga texmi zo'r strategik tahdid olib keldi. Pilatoshkin mundaq ko'rsatdi. Qarşılaşış Jungo Amerika o'rtasida 100 berdigan bo'lsa, Rossiya Amerika tarafda turdi. 45-yildan keyin Jungo ikki qatim jur'at qilib, Sovetlar ittifoqiga hujum qildi. Bu misli ko'rilmagan bir ahvol edi. Shuning uchun 20-asrning 70-yillarida sobiq Sovetlarning askariy qismlari Yevropaga emas, balki Jungo Sovetlar chegarasiga o'rlashtirilgan edi. Bugungi leksiyalarimiz shu yergacha bo'ldi, hurmatli vatandosh. Endi bir ikki qiz gap qilamiz oxirida.